Assalomu alaykum. Mavzuyimiz ilmiy tadqiqot ishlarini tayyorlash metodikasi. Reja 1. Ilmiy tadqiqot ishlarini metodik tayyorlashning nazariy asoslari. 2. Tadqiqot savollari va gipotezalarini shakllantirish. 3. Ilmiy ishlarni baholash mezonlari va plagiatga yo'l qo'ymaslik qoidalari. Ilmiy tadqiqotlarning nazariy asoslarini tushuntirish va shakllantirish asoslari. Ilmiy asoslarning mohiyati. Ilmiy tadqiqotlarning nazariy asoslari muhim bilimlar to'plami bo'lib, ular yordamida mavzuning asosiy prinsiplari va qonuniyatlari aniqlanadi. Ilmiy izlanishlar asoslantiriladi. Nazariy shakllantirish jarayoni. Bu jarayon mavzuni chuqur tushunishga asoslangan bo'lib, mavjud bilimlarni tahlil qilish, yangi nazariyalar va model yaratishda muhim ahamiyatga ega. Ilmiy yondashuvning roli. To'g'ri metodologik yondashuvlar va nazariy asoslar ilmiy ishlarning ishonchliligi va dolzarbligini ta'minlab, ilmiy hamjamiyatda tan olinadi. Ilmiy metodologiyaning asosiy tamoyillari va ularning amaliy qo'llanilishi. Ilmiy metodologiyaning asosiy tamoyillari. Ilmiy metodologiya aniq va tizimli yondashuvlarni belgilaydi. Ularning asosiy tamoyillari ishonchliligi, aniq maqsad va obyektivlikni ta'minlashdir. Amaliy qo'llanish prinsiplari. Bu tamoyillar konkret tadqiqot metodlari va texnikalarni aniqlashda va muayyan ilmiy muhitda to'g'ri foydalanishda yordam beradi. Tadqiqotning roli. Tamoyillar muhim qadamlarni belgilaydi. Ilmiy yondashuvlarni standartlashtiradi va natijalarning haqiqiyligini va takrorlashni ta'minlaydi. Ilmiy etik va standartlar. Tamoyillar etik qoidalarni, plagiatdan muhofaza qilishni va akademik halollikni taqozo etadi. Bu esa ilmiy ishonchlilikni mustahkamlaydi. Ilmiy tadqiqotlarda nazariy bilimlar va metodik yondashuvlarning o'zaro bog'liqligi. Ilmiy bilimlar va amaliy yondashuvlar. Ilmiy tadqiqotlarda nazariy bilimlar muhim asos bo'lib, ular nazariy asoslarni shakllantiradi va amaliy yondashuvlar bilan uyg'unlikda ishlaydi. O'zaro bog'liqlik jarayoni. Nazariy va metodik yondashuvlarning o'zaro bog'liqligi ilmiy savollar va gipotezalarni aniqlashda muhim ahamiyatga ega. Natijada ishonchli ilmiy natijalar olinadi. Metodologik integratsiya. Ilmiy izlanishlarda metodologik yondashuvlar nazariy bilimlarni amaliyotga olib kirib, yangi bilimlar va muammolarni hal qilish uchun mustahkam asos bo'ladi. Ilmiy ishlarni tayyorlashda ilmiy dunyoqarash va konseptual ramka yaratish. Ilmiy dunyoqarash bu olimning bilim qarash va falsafaviy nuqtai nazarlarini anglatadi. Bu ilmiy ishlarni shakllantirishda muhim asos bo'lib, yangi fikrlar va metodlarni rivojlantirishga yordam beradi. Konseptual ramka bu tadqiqotning asosiy tushunchalari va ularning o'zaro aloqalarini belgilovchi strukturadir. Bu ilmiy ishda aniqlik va muhim savollarga javob berish yo'riq bo'lib xizmat qiladi. Ilmiy yondashuv dunyoqarash va konseptual ramka birgalikda muayyan masalalarni tahlil qilishda aniq yo'nalish va metodologiyani belgilaydi. Bu ilmiy ishlarning ishonchliligi va ilmiy xulosalarga asoslanganligini ta'minlaydi. Nazariy asoslarni ishlab chiqishda tarixiy va madaniy kontekstlarning roli. Tarixiy meros. Tarixiy kontekstlar ilmiy asoslarni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Ular zamonaviy nazariyalarning rivojlanishiga asos bo'ladi va an'anaviy yondashuvlarni tushunishga yordam beradi. Madaniy ta'sirlar. Madaniy qadriyatlar va an'analar ilmiy muhitga ta'sir ko'rsatib, taraqqiyotning relyatsiyasini va yangi g'oyalarni shakllantirishda muhim omil bo'ladi. Ilmiy rivojlanish. Tarixiy va madaniy kontekstlar ilmiy yondashuvlarning o'zgarishlarini va rivojlanishini tushunishga yordam beradi. Bu esa nazariy asoslarni yanada chuqurlashtiradi. Kontekstlarning integratsiyasi. Tarixiy va madaniy kontekstlarni muvofiqlashtirib, ilmiy ishlarning ishonchliligi va asoslanganligini ta'minlaydi. Yangi nazariyalar uchun mustahkam poydevor bo'ladi. Ilmiy metodika va etik normalar. Plagiatdan muhofaza qilish va akademik halollik. Axborot va etik qoidalar. Ilmiy metodikalar va etik normalar intellektual muhofaza va axborot xavfsizligini ta'minlash uchun muhim. Plagiatni oldini olish qat'iy etik qoidalarga asosiy rol bo'ladi. Plagiatdan muhofaza qilish uchun ilmiy ishlar davomida manbalarni to'g'ri ko'rsatish va original faktlarni rivojlantirish zarur. Bu intizom va halollikni mustahkamlaydi. Akademik halollik.
Ilmiy faoliyatning asosiy prinsipi bo'lib, nazorat va tekshirish jarayonida etik qoidalarga rioya qilish muhimdir. Bu yurtimizda ilm-fan rivojiga xizmat qiladi. Tadqiqot savollarini aniqlashda amaliy misollar va o'rganish imkoniyatlari. Ma'lumotlarni tahlil qilish. Amaliy misollar yordamida ilmiy savollarni shakllantirishda muhim bo'lgan aniq muammolarni qanday tahlil qilish, statistik metodlar va yozma izohlardan foydalanish ko'rsatiladi. Muammo va maqsadlar. Savollarni aniqlashda muhim bo'lgan asosiy muammo va muayyan maqsadlarni belgilash, uni aniq va o'lchovli qilish uchun amaliy misollar bilan tushuntiriladi. Tajriba va qo'llash. Yangi yoki murakkab savollar bilan ishlashda amaliy mashqlar va real holatlar yordamida savollarni shakllantirish va rivojlantirish imkoniyatlarini ko'rsatadi. Xulosamiz: ilmiy metodologiyaning asosiy tamoyillari. Ilmiy metodologiya aniq va tizimli yondashuvni belgilaydi. Ishonchlilik va obyektивlik asosida tadqiqotlarni muvaffaqiyatli amalga oshirishda muhim rol o'ynaydi. Nazariya amaliy yondashuvlarning muvofiqligi. Nazariy bilimlar va metodik yondashuvlar birgalikda ishlanganda ilmiy izlanishlar ishonchli va rivojlangan bo'lib, yangi bilimlar va muammolarni hal qilish imkoniyatini yaratadi. Etika va texnologiyalar muhim ahamiyatga ega. Ilmiy etik normalar va zamonaviy texnologiyalar plagiatni oldini olish, baholash jarayonini shaffof va adolatli qilishda muhim rol bo'lib, ilmiy muhitning obro'sini mustahkamlaydi. E'tiboringiz uchun rahmat.